Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana xudo xohlasa keyingi ishimiz Samarqand viloyati bo'lyapti. 920 ga uzunligi, balandligi 1 metr. Yangi ishimiz konteyner profildan bo'lgan yangi navesimiz. Tayyorlanish jarayoni mana xudo xohlasa bu shablon qolip bundan yasab chiqarib keyin o'rnatamiz. Mahsulotimizni o'zi asli kelishi manaqa holatda keladi. Manaqa holatda mana konteyner holatda keladi. Buni bir-biriga svarka qilib chiqamiz. Mana svarkalarimizni ko'rasiz bo'ladi. Mana kantaylarimiz 15 cm. Kantay bir svarka qilib chiqilgan. 2 cm atrofida svarka qilingan. Hammasi shunaqa. Shu tartibda bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Xizmatlar bo'lsa aloqaga ko'rasizlar. Xudo xohlasa O'zbekistonda qayerda bo'lishidan qat'iy nazar kelish bo'lsak borib berilaveradi. 920 ga oldi tarafi 1 metr.